Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Xatir Chimoti guruh a'zolari. Navoiy viloyati Xatirchi tumani Miyanqol mahallasi Olmazor Shoh Nurmuhammad Kaliforniya Qizil yomg'ir sho'chani biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Hurmatdoshlar, mana bugun sanamiz 30-mart. Hammani Hayit bayrami bilan tabriklayman. Hammamizga Hayit bayramimiz muborak bo'lsin. Yurtdoshlar, mana bugun Kaliforniya Qizil yomg'ir sho'chani biznesi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar soni yana bir kishiga oshirasizlar. Mana bugun yangi hamkorimiz bizdan 2 kvadrat Kaliforniya Qizil yomg'ir sho'chani xarid qilib ketyaptilar. Ular istagan joylarda seçilgan juda yaxshi qilib yangi hamkorimizga, xaridorimizga chuvalchanglarni yuklab chiqarib berdik. Bugungi hamkorimiz o'sha parnikchilik, ya'ni o'zini uyida parniklar bor. Xo'p, 3 sotix atrofida adashmasam, 3 sotix atrofida parniklariga pomidor bodring mahsulotlarini yetishtirganlar. Shu pomidor bodring mahsulotlariga sifatli o'g'it, ya'ni tabiiy o'g'itdan foydalanish maqsadida, begom yetishtirish maqsadida bizda Kaliforniya Qizil yomg'ir sho'chani xarid qilib ketyaptilar. O'sha begom biznesi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarimiz yoki o'sha fermerlarimiz, dehqonlarimiz bo'lsa, bemalol HB telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Hamkorlik qilaman deganlarga cheklanmagan miqdorda Kaliforniya Qizil yomg'ir sho'chani yetkazib beramiz. O'sha hamkorimizdan ham o'zini fikr mulohazalarini eshitib o'tamiz do'stlar. Videomizga like bosib, biz boshlamoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga, dehqonlarimizga bo'lsa ulashib qo'yasizlar. Qanunda boshladik. Mana oltinni o'tishlaridan reklama bo'lgan ekan, bularni begomisi shu oltinni o'tishlaridan keldim men ham izlab chuvalchang olib ketgani 2 kvadrat oldim hozir. 2 karabka, mana banan karabkadan 2 ta oldim. Men ham bir sinab ko'rmoqchiman. Uyda parnigim bor. Hozir gullab pomidorlarim, bodringlarim, shularga bir bularga maslahat so'rab, men shuni olib ketyapman. Chuvalchang oldim. Chuvalchangni olib ketyapman hozir mana. O chuvalchanglar vajib bo'lsa meniki foydalanib qo'yinglar, zo'r narsa ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda xo'p ko'rdim, oxir qaydaligini ham bilmadim. Bir bola topib keldim. Bu shu yerda ekan. Tanish bilish bo'ldi bo'lmasa topilmaydi. Yo'q, men qaydan bilayman shu. Izlab biruvda sen biruvsiz deb topib keldim men ham shu yerda. O chuvalchanglarning barakasini bersin. Rozi bo'lasizlar. Rahmat. Bizni boshlamoqchi bo'lgan dehqon tanishlaringiz bo'lsa, bemalol maslahat berasizlar. Cheklanmagan miqdorda meniki chuvalchanglarimiz hamda begomlarimizdan kelib turib xarid ketishingiz mumkin. Bemalol. Alloh o'z barakasini bersin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yurtdoshlar, hamkorlik qilaman deganlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Navoiy viloyati Xatir tumani. Hamkorlik qilaman deganlarga aloqaga chiqarasizlar. Chuvalchang hamda begomlarimiz cheklanmagan miqdorda sotiladi yurtdoshlar. Yurtdoshlar, mana hozir yangi hamkorlarimizga chuvalchanglarni yuklab yurardik. Mana hozir sizlarga chuvalchang sizning ko'rsatib o'tay dedim. Chuvalchang azizlarga o'zingiz baho berib o'tasizlar. Chuvalchangning azizligi ishlashi juda yaxshi. Mana bo'sh holatda nihoyatda zichlashib ko'payyapti. Hozir aynan ko'payotgan payti, ya'ni urug' qo'yib ko'payotgan payti olib ketish kerak chuvalchangni. Yangi bo'raklarga solish kerak. Hamkorlik qilaman deganlar mana shu ko'rinishda 70-80-90% gacha, ya'ni go'sht holatida ham olib ketishingiz mumkin. Narxlari kelishilgan narxlarda bemalol Atpistanadagi 73-78 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarini, joylarini hammasini kelishamiz. O'zbekistonning 12 viloyatiga yetkazib berish xizmati mavjud. Qancha olishiga qarab hamkorlik qilaman deganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zlaringiz istagan beraktordan kelib turib, xohlagan beraktorlaringizdan ko'rib bemalol olib ketishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz yurtdoshlar. Shu chuvalchang yoki fermer dehqonlarimiz bo'lsa, begomsi kerak bo'lsa ham begomsi cheklanmagan miqdorda hozirda ikkita beraktorda
ilib taxlashimiz kerak. Zakasiga ham taxlab beramiz, elib. Hamkorlik qilaman deganlar tezroq shoshilamiz. Biznesni qancha tez boshlasak, shuncha tez daromadga kiramiz azizlar. Videomizni berganimiz biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha